Tarozi burchi, tanlov va muvozanat nuqtasi. Azizlarim, menga bir juda muhim haqiqat ayon bo'lgan va men uni siz bilan baham ko'rishni istayman. Anglab oling. Haqiqiy vaqtdagi har bir ishingiz bu bir urug'dir. Agar siz biror ishni muayyan burch davrida amalga oshirgan bo'lsangiz, bu harakat sizni kelgusi yilning shu davrigacha butun bir yil davomida yetaklab boradi. Ayniqsa, bu sumbula burjiga tegishli. O'sha 45 kun ichida hayotingizda qanday tartib o'rnatgan bo'lsangiz, bu keyingi 365 kunlik hayotingiz pokligini belgilab beradi. Biz shunchalik oylarni yashab o'tmayapmiz. Biz yillar uchun poydevor qo'yyapmiz. Tarozi burjiga o'tish. Mana sumbula burjidagi uzoq mehnatdan so'ng 31-oktyabrdan 22-noyabrgacha biz Tarozi burjiga kirib boramiz. Bu yerda yaratgan bizga atiga 23 kun ajratgan. Nima uchun sumbulaga qaraganda bunchalik kam? Chunki tarozi bu tanlov nuqtasidir. Bu sumbulaning 45 kuni davomida qilgan mehnatlarimizni sarhisob qiladigan, taroziga soladigan paytimizdir. Bu muvozanat va sheriklik vaqtidir. Muvozanat rejimi. Tarozi bizni kelishishga o'rgatadi. Bu 23 kun ichida qanchalik ko'p ishlashingiz emas, balki dunyo bilan qanday munosabatda bo'layotganingiz muhimdir. Nima qilish kerak? Murosa izlang, munosabatlarni mustahkamlang, san'at va go'zallik bilan shug'ullaning. Davrdagi asosiy maqsad bu chayon kuchli energiyasi bilan to'qnashishdan oldin to'g'ri yo'nalishda ketayotganingizni tushunib olish uchun berilgan qisqa tanaffusdir. Sizning tarozingiz doim haqiqatni ko'rsatishi uchun mening platformam astroplatformachingiza.com saytiga kiring. Natal xarita talqinlari bo'limida hayotingizdagi uyg'unlik, ya'ni garmoniya deymiz. Mana shu zonasi qayerda ekanligini ko'rib olasiz. Agar muvozanat yo'qolganini his qilsangiz, saytimda koinot qonunlarini o'rganing. Ular sizga tayanch nuqtasini qaytarib beradi. Kundalik qarorlaringiz yengil va aniq bo'lishi uchun oy taqvimini tekshirishni unutmang. Silka shapka profilida. Tarozi bu bo'rondan oldingi sukunatdir. Qalbingizda xotirjamlik topish uchun bu 23 kundan unumli foydalaning. Chunki keyingi qismda bizni yo'limizni eng xavfli va eng qisqa bo'lagi Chayon burjining 7 kuni kutmoqda. Siz nima uchun bu davr igna teshigi deb atalishini va undan qanday qilib g'olib bo'lib chiqishini bilib olasiz. Haqiqiy vaqt mantig'iga obuna bo'ling.